Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görüşlər. Yeni bir qıtımlıq uçuq söhbət proqramımızı görüşünlərlə qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Hörmətli televizor görüşlər, bugün studiyamızğa qimmatli iki mehmanimizni təklif qıldıq. Nurg'un söhbət proqramlarında sizlər söhbətlərini anlab kelayotgan mehmanlarımız. Biri özü Şvetsiyada yaşayotgan jurnalist Uyghur ziyali Nabijan Ala qarindishimizni təklif qıldıq. Yana birisi Adil Abdulg'afur akamiz nurg'un suhbatlarda ham atonasizlar. Qimmatli vaqtlarni chiqarib kelib berganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Alloh rahmat qilsin. Rahmat, Alloh razı olsun. Qadrli qarindoshlar, bugungi suhbatimizning mavzusi, yana bir qancha kundan buyon axborotlarda Erkin Asiya ishlayotgan muxbirimiz Shuhrat Ushur vatandagi bo'layotgan hozirgi Xitoyninki eng oxirgi shu 3-4 aydan buyon rasmiy uch qashqari elib berayotgan bu masjidlarni chiqish harakati butun vatanimizning janub rayonlarida, Sharq Turkistonning janubiy rayonlarida Qashqar, hatto Xotangacha qilganligi axborotlarda hozir shu yerdagi kadrlarninki, yezdagi kadrlarninki telefonda berayotgan bayonotlardan hammasi aniq oshkorlangan bo'ldi. Bugungi kunda bizga istiqlolga shu xabarni yetkazgan qarindishimiz Abdurahmon Ajim deb shu Turkiyada yashayotgan bir qarindishimiz ham shu organizatsiyaga shu qarindishimiz yetkazgan bu xabarni. Shuning bilan bu o'tirg'a chiqqan bo'ldi, bu mediada axborotda oshkorlanib. Xitoy shu oxirgi 3-4 oydan buyon vatanimizda jiddiy shaklda masjidlarni a'lolashtirish nomi bilan hamda bu chiroyli ismni qo'yib turib, yani qarab turib bir hisobda odamning ko'ziga qarab turib odam zanglik qilishdan muqamda bo'ladi. Yani bir insonning normal bir aqlli bir insonning aqli bilan turklarda dalga geçish deydimda. Rasmiy aqlini zanglik qilishda hamda bu. Bu ismni qo'yib turib, hamda butun vatanimizdagi shu yezilardagi masjidlarni, hatto bu ham %71 bo'lsa bir yezida 10 masjid bo'lgan bo'lsa, bunun 7'sini chiqib o'tganligi bugun shu yerdagi Xitoy kadrlarininki, shu Xitoy ishlayotgan kadrlarninki o'zininki og'zidan bugun radioda angladik masalan bo'lamdi. Bu shaklda ham jiddiy shaklda bir ig'ir bir oqibatning yuz berayotganligi nurg'un rayonlarda, mahalla shu kentlarda bu xizmatning tamomlanib, alliburun chiqilib tugab bo'lganligi ba'zi yerda davom qilayotganligi shaklda nimalarni erishgan bo'ldik. Bugun hamda Muşu mavzular to'xtalamiz, qadrli qarindoshlar. Bugun suhbatimizga taklif qilgan qarindishimiz Nabijan Ala bo'lsa, bu 2006-yili 11-oydan 2008-yili 11-oygacha siz ham shu Qarmaydagi Shimoliy qurilish masjidida shu 2 yilga yaqin jarayonda siz shu yerda xizmat qilgan, masjid mudiri bo'lib xizmat qilgan qarindishimiz. Bu yerda albatta bu Xitoylarninki vatanda masjidni qanday boshqaradiganligi, bu yerda nurg'ulg'an mayli diniy ishlar idorasi bo'lsin, mayli birliksa bo'lim degandek bularniki masjidlarga qanday kontrol qilib, mayli chiqishlar bo'lsin, uni kengaytirishlar bo'lsin, mahallada masalan qanday nim bo'ldi. Albatta ichida xizmat qilib ishlab boqqanligi uchun u Xitoylarniki qanday suiqasdlar, planlarni qilayotganligini yaqindan biladigan bir qarindishimiz bor suhbatimizda. Shunga bu mazmunlarni inshaalloh to'xtalib o'tamiz. Şu suhbatni Nabijan sizdan başlasak bevosita, bu Xitoylar siz tajriba egasi bu sahada. Xitoy bu plan orqali, yani bu oshkorlangan bu 3-4 oydan buyon davomlashyapti. Ammo axborotga, chet eldagi axborotlarga necha kundan buyon, 2-3 kundan buyon yangidan oshkorlandi bu ishlarni. Bu plan bilan Xitoy bu darajada 10 masjidning 7'sini chiqib o'tadigan darajada ijro qilayotgan bu plan bilan Xitoy nima qilmoqchi? Siz qanday qaraysiz? Rahmat oldi bilan programmaga taklif qilganliginglar uchun Allohga rahmat aytaman. Endi yaqinqi kunlarda anlig'imizga o'xshash vatandagi bu masjid chiqishi amillashgan bo'ldi. Ya'ni amillashganni biz anglagan bo'ldik, oshkorlangan bo'ldi. Ammo amillashi bu o'shadagi xabar egallagan, xabar degan qarindoshlarimizning yetkazgan nimasida 7-oydan boshlab bu ishning meydana kelganligini, 8-oylarda biz kelgan vatanga kelgan uchurlarda Sharq Turkistonning Qashqarning Yengishar rayonida shu nima ba'zi bir 10 masjid jamoat soni 15 dan
Töven bo'lgan masjidlarni taqig'anlik o'tganda shuna birga gap chiqqan, to'g'ri. Taqig'anlik to'g'riliq bir uchurlarga erishgan. Endi biz taqab qanday qiladi yoki bo'lmasa buningki keyingi qadami qanday bo'ldi deb buni kuzatish oldi turayotgan vaqtimizda yoki bo'lmasa buni dalillash uchun bir necha nuqtalarga intilayotgan vaqtimizning o'zida bu hozirgi voqelik oshkorlanib maydonga chiqqan bo'ldi. Demak nima bo'ldi deganda hozir Xitoy o'sha radioda deganga o'xshash hozir 10 masjiddan 7si chiqilib bo'lish oldi kep bo'ldi. Abam siz deganga o'xshash Xitoy bunga a'lolashtirish degan naytib chiroyli qismlar bilan bu masalani ro'yobga chiqarib xizmatlarni davomlashtirib kelyapti. Demak bu yerda nima deganda old bilan buni ta'kidlab o'tmoqchi. Bu masjid asli Allohning uyi. Tabii. Bu masjid, u yerdagi masjid bino qilgan masjidlar hammasi shu yerdagi xalqimizning o'zining pul meli bilan, nima o'zining kuchi bilan maydonga kelgan masjid. Shu rayondagi masjidlar. Unda bo'lgan ekan, bu yerdagi birinchisi Allohning uyini chiqib, bular nima qilmoqchi deganda, bizni dindan yiroqlashtirmoqchi. Masjid chaqqan ekan nima qiladi u? Shu masjid kirgan yer topolmagan ekan, bularning qonunida belgilangan, uyda namoz o'qishga bo'lmaydi, qonunsiz. E'tizorat namoz o'qishga bo'lmaydi, ommaviy so'rin namoz o'qishga bo'lmaydi. Nada o'qishga bo'ldi? Namozni qonunli o'qisang masjid o'qa deydi. Masjid o'qish uchun masjidimiz nada o'qiydi u? Hech kim 10 kilometr, 20 kilometr yoki bir masjidga berib namozdan vaqtini o'tib ketadi yoki berib qo'yadi. Demak, nima deganda bizni asosliqcha dindan yiroqlashtirishning bir boshlanishi. Yana bir qadami deymiz. Hamda bu boshlanib bo'lgan Sharq Turkistonda, hamda bu aniq oshkor shaklda buni hamda xalqarodagi butun dunyo musulmonlariga e'lon qilgan jang deymiz buni. To'g'ri. Masjidni Allohning uyini chaqqan ekan, bu nima deb chaqdi? U yerdagi yog'imizni remont qilib berish uchun chaqmadi yoki qayta bino qilib berish uchun chaqmadi. Qanday dinni yo'q qilma. Sharq Turkistonning bo'lmoq haqlari dinni yo'q qilma degan shaklda chaqdi. Bu dunyo musulmonlariga shaxsan Sharq Turkiston Uyg'ur musulmonlariga e'lon qilgan yana bir jang bu Xitoyning. Buni bunda deb tushunsak bo'ladi. Endi men 2000 siz degan o'xshash 2006-yil 11-oyindan boshlab 2008 taki vatandan ayrılığı o'chigan 7-oygachilik mushu nimada ishladim. Qarmayning shimoliy qurilish cho'ng masjidida biz Qarmayning eng cho'ng masjidi endi. Bu masjidning egallagan ko'lami 10,000 kvadrat kilometr, 10,000 kvadrat metr kirdi. 40 dan ortiq ijara uyi bor. O'zini o'zi qamday oladigan Qarmay rayonida eng cho'ng ham Juma bozori deb bozor bor. Hozir bu Juma bozori keyin to'xtab ketdi. 2013 dan boshlab rasmiy taqidi bular. Xo'sh. Hamda hozir yana mashina to'qish maydoni qilyapti. Demak, nima deganda bu cho'ng ko'lamdagi bir masjid. Buningda har juma kuni 3000 dan ortiq namoz o'qiydi, odam namoz o'qiydi. Har 2-7da 10,000 dan ortiq odam namoz o'qiy oladigan. Cho'ng masjidda bu. Xo'sh. Unda bo'lgandan keyin bu masjidda men 2 yillik ortiq xizmat qilish jarayonida bu islom jamiyati bo'lsin, shaharlik diniy ishlar idorasi bo'lsin, rayonlik diniy ishlar idorasi bo'lsin, hattoki bularning Abdum rayonning islom jamiyatlarining xizmat yo'linishini, xizmat tartibini biz bildik degan. Yani tushundik. Tushunib ishladik degan. Endi Qarmay shahrida Qarmay shahri qarash 15 masjid bor. Qarmay rayoni qarash 10 masjid bor. Qarmay rayoni qarash 10 masjidning ikkisi Tungallar masjidi. Qolgan 8i asosliq o'sha Uyg'urlarni tashkil qilgan har qaysi mahallaning masjidi. Endi cho'ng juma o'qiydigan masjiddan Qarmay shahrining o'zida 2 cho'ng masjid bor. Birinchi Zavod masjidi bilan Shimoliy qurilish masjidi, 2 cho'ng masjidda juma namozi o'qildi. Qolgan kichik masjidlarda juma namozi asos o'qilmaydi. Odatda 5 vaqt namoz, normal namoz o'qiladi endi. Xo'sh. Shuni bilan bu yerda ishlash jarayonida masjidlarningki qanday bo'ladi, qanday shaklda bo'ladi deganda hattoki masjidning iqtisodidan tortib, masjidning qanday iltimos sunadi, hattoki diniy zotlarni qanday tashkillaydi, ularga qanday siyosat belgilab berdi. Xo'sh. Anandan keyin ularningki harakatini qanday kuzatadi. Anandan keyin ularga nimani deydi, nimani demaydi, ularga qanday talab qo'ydi degan shaklda. Endi bizning ayat sanoat shahri bo'lgan bilan bo'lgandan keyin biroz ochiqchilik, biroz bek besim shaklda bo'lmasimi, ammo Xitoyning asosiy qonuniy shaklda o'xshash endi. Xitoy shunda deydiki, mushu masjidlarni saqlab qolish, mushu masjidlar deydi Qarmaydiki. Azib kessinki, bir masjid ortiqchilanish bo'lmaydi dedi. Endi bu yerda 5-zavod deb bir bizning Oqbuloq Qarmaydan 60 kilometr jiroqda bir
çoğun rayonumuz var. 5. zavod deymiz. Çoğun neft ilis zavod hem de bu. U yerdeki iş hizmetçilerini 2007 mi, 2006 mı bularni Qarmayagı şəhəriga köçürüp yandırıp koydu. Yani iş hizmetçilerinin ailesini Qarmayagı şəhərdə öyə qıpırıp hizmet ornuğucu hizmet avtomobilda kirip çıkıp işleydiğen. İsmini şekilde. Manda şekilde orlaştırdı. Orlaştırıp bu yerdeki hem insanların Qarmayagı bina kılıp ekirip köçürüp orlaştırıp boğandan keyin hem ayada meşit mi kaldı? Üyü mü kaldı? Üyüge bütün işkirden binalar ya bir binalar kaldı. Yasaklık bitti kaldı. Uyaya kimle orlaştırdıysanız işkirden bir türküm Qarmayagı şəhəriga 2011'den keyin bir poyuzulu kelgan. Poyuzulga bu Xitoylarni o'rlashtirish uchun u yerga Xitoylarni shu bitta qilgan binolarga o'rlashtirib, xo'sh, Oqqon Xitoylarni u yerga joylashtirdi. U yerga o'top setish vaziri buni qilamiz, uni qilamiz degan shaklda quruq qolgan binolarga Xitoyni o'rlashtirdi. Hamda u yerda masjidda u yerda ish xizmatchilar ishlayotgan kirolmaydi. Shu yerda turish javobda u yerda pensiyaga chiqqan, normal ibodat qila oladigan insonlar u yerga kirib namoz o'qiydi. Hamda o masjidni qo'yib qo'yishdan burun cheqivetdim bilmayman, hozir men 8 yil oldu vatanni arlig'anga. Ammo shu vaqtning o'zida nima dedi deganda, shu rayonning o'ziga, ya'ni 5 zavodga ishchilarni ko'chirib kirgan rayonning o'ziga qarmaydiki, masjid sepirmiz degan va'dani berdi. Chunki a masjidning ayari qoldi, o'tiraversin, endi bu yerga sizlarga masjid sepirmiz degan yolg'on va'dani qildi. Ish xizmatchilarining talabi bo'yicha. Dedima, ularni ekirib yerlashtirib, ishlatgan ekan. Masjidning nimasi chiqdi. Anadan keyin yana bir rayondagi 3-zavod deb yana bir rayonimiz bor. 3-zavodmi shu poyez yo'li o'tadigan yana bir rayonimiz bizniki. U yerda ish xizmatchilarning cho'g'i ash biroq shaklda ko'chirib ekirdi. Qarmay shahriga. Avamga 5-zavoddagi ko'chirib ekirgan qarindoshlarimizning yana bir rayon qurib u yerga ekirdi. Ekirgandan bu yerdagi peshqadan burun pensiyaga chiqib ketgan, shu 3-zavod masjidda ishlaydigan imom bo'lsin, yoki bo'lsin, mazlum bo'lsin, idora heyatidagilarga nima dedi? Biz sizlarni aşı 3-zavoddagi masjidning o'rniga, turishlik rayoniga faoliyat uyi qilib beramiz. Anadagi joy bu masjid qilib beramiz degan va'dalar kirdi. Va'dalar kirgandan keyin bu hukumat qilib berdi, hukumat sep berdi, hukumat itib berdi degan shaklda ularga aldanib ma'qul deb olgan bo'ldi. Keyin 5 yil shuni yo'l mangdi, mening bag'achiq vaqtimda. Shuni yo'l mangdi hal qilamadi. Keyin ular u yerga deb baxtı, bu yerga deb baxtı. Keyin men bu xabarni nima qilib ziyorat qilib yana bir xabar ochdim. Açqandımı ular shuna dediki, bizning Qarmayning shu 3-zavod masjidining nimasi imomı. Hozir pensiyaga chiqib qoldi, odam cho'yib qoldi. Shu odam dedi, "Kaman jixyaga nima qildik? Jix dedik, rayonlik dedik, shaharlik dedik, u yerga dedik, ketimiz anlatamadik. Hammasiga desek to'xtab turing, ya yo'q deydi. Ham ya yo'q demdi, ham biz hukumat ya ko'rsatmagan bo'lsa, jamoat kuch chiqarib pul vermagan bo'lsa, o'zimiz sep ketdik. Bir masjid degan jamoatning kuchi bilan silinib ketdi." Müşahede bazı bir meyit namazlarını aşı melde düşürüp atımız. Ülep gitmeydi o çoğun küçük yer var. Nime olap ketken vakti da mescid aprep uyerden anan dinkin namazını düşürüp qasan da Qarmay bizning tuğan mescid bilan bu aşağıdaki 6-7 kilometre kilometre arlığı. O da uzaktan bazı imkanlarda kolaysız oldu, bazısının maşinası bulmaydı. Her xil şekilde insanlar olğan dikin bu qiyinchilikni hal qilish uchun aşağı məldilam namazını düşürüp lam nima qilayotganligini. Hatta cuma namazlarını bazı vaqtida aşı məldə oqab baqqan bolsun, keyin aile komiteti o başqa yanının çekilishi bilan namazını oquyamay şu amal bolsa xeyri çürülde hem de cıxiyaga mağanmaydı. Hem de o balları Abbas'a namazga bara alaydı. Bo'lmasa o'zi qalgan dikdi o'zi yalnız chiqib, mustaqil chiqib berib kelinmaydi masjidga. Arliq jiroq. Unda vaqtga mushkinchiliklarga uchrayapmiz degan shaklda bir bayonlarni bergan bo'ldi. Uni shu shaklda ovozini ilib xabar qilgan bo'ldik. Demak nima deganda, hozir bizning Qarmaydagi 3-zavod bilan 5-zavod masjid demak nima deganda, yana bir neft oqqizish, neft ayirish zavodlarining masjidlari bor. İş xizmatçilarning masjidi. Hem ish xizmatchilarga deganda ish xizmatchilar kirolmaydi hamda, ular ish vaqtida kirolmaydi. Hamda shu yerda ishlab pensiya olgan insonlar kiralaydi Qarmay sharoitida. Ular kiralagandan keyin shu masjidmicho, shu kirgan jamoatnincho imom, muazzin va masjidning xizmat qilgan idora hayotlari tayinlanadi. Ular xolis xizmat qiladi deydi. Demak, u masjidlar taqilib ketgandan keyin u qanday qilinadi ekan? Kirolmaydi, ba'zilar Qarmayga o'tkilib kirdi, har qanday masjid yo'q yerlarda yashayotdi. Bir sanoat shahrining pulga nimasi yo'q, xalq o'zi qila oladigan yerdagi ahvol endi bu.
siyaset biraz siyasetle iş kılalaydığı yerdik ahvalı. Hem de Xitayning biz şehirlik dini işler idarəsinin gidim mening şu vaqtda anlığımda abim sizga degandek bir mescid kemeydi ki bir mescid ortiq silnisi bo'lmaydi. Demek Xitayning azaldilla Sharq Turkistonda tutgan siyosatida bizningcha diniy jihatdan kengayishimizga, diniy jihatdan masjid va cho medres ya o şekilde çok kengayib o nima tarbiyalashimizga yo'l qo'ymoqlik. Demek onu ishlash jarayonida biz mesela masjidni ishlash jarayonida mayli masjidning bir yerini rehmat qildiraylik. Mayli bir narsa alayli masjid shu. Sen gilam alayli yoki bo'lmasa masjid ishlatadigan yavatan shu kishi alayli. Shunday narsalarni qanday qilamiz deganda masjidning puli va masjidning puli 2006-yil 7-oydan boshlab butunlay bizning shaharlik islom jamiyatining boshqaruviga o'tib ketgan. Ya'ni pul bizning masjidning emas. Shu rayonda abam deganim Qarmay rayon qarash 10 masjid bor. 10 masjidning pulining hammasi o kimning boshqaruviga o'tib ketganlik. Ya'ni bizning masjidning buxgalter va kasser masjidga kirgan kirim bor. Nereden kirdi kirim desangiz 2-7 namoz kelgan qarindoshlar tashlaydi. Har juma kuni sadaqa beradigan qarindoshlarimiz va masjidga yordam. O'zimdan kirdi. Anaga bizning masjidning 40 tane ijara uyi bor. Ijara uydan kirdi. Bizning shu vaqtdagi yillik kirimiz menba vaqtida 250 ming Xitoy puli edi. 250 ming kirim kirdi degan gap. 2-7 kuni qo'shsak 300 necha mingni ish qiladi bizning pulimiz-chi. Masjid kirgan muqim pul. Hamda masjidning Qarmay sharoitida yaxshiri masjidning tok, suv va boshqa chiqimlarni ajray yerlik hukumat ko'tardi. Chunki ichki xizmatchilarga qonunda ichki xizmatchilarning oila tavobutlari va diniy ixtiyor qilgan ommaga nima qilamiz? O'rin belgilab berish va uning chiqimlarini ko'tarish nimasi bor. Ammo ijara uylarining suv, tok, par pullarini ijara odam o'zi to'laydi. Ammo masjidning ichidagi tavallikni o nimani qiladi endi. Hükümet götürüp beriglik endi Qarmay sharoitida. Endi hozir qanday bo'ldi bilmayman. 8-yil o'zgarish bo'lib ketdimi? Uni bilgili olmaydi. Shuning bilan shu har bir iltimosimizni pul oyadi bo'lgandan keyin biz avval hech bir narsa o'zingni ola olmaysizlar. Yo'q, ruxsatsiz olmaymiz. Iltimos yozmaymiz unda. Iltimos yozmaymiz. Masalan, iltimos men yozatdim mana. Masalan, masjidimizga vatan shu ishdan bir yurish olamiz. Puli manchi pul. Masjidning ketadi, ish bilan manchi pul ketdi ekan. Deb uni o'zingni pulni o'zingni saqlab so'rab qo'ysa. Iltimosini yozamiz. Uni ko'tarib nima gapiradigan gap? O bizning rayonlik ish bajarish boshqarmasiga, mahalliy ish bajarish boshqarmasiga. U yerdan bir kadrimiz bor, o tasdiqlaydi. Ha, bulda asi buldu deb. Undan yana shuni ko'tarib rayonlik diniy ishlar idarasiga boramiz. Undan kediki yerdagi bir kadrimiz bor, o tasdiqlaydi. Uni ko'tarib undan keyin nimaga boramiz? Islom jamiyatiga boramiz. Pul islom jamiyatida-ya. Islom jamiyatiga borgandan keyin islom jamiyatida undan keyin buldi ki mata iltimosimiz tasdiqlandi. Bankadan şu pul kerakli pulni chiqarib bergandan keyin anandan keyin biz u pulni qanday topshiramiz deganda talon elib animini olgan talonni elib anandan keyin shu talon bilan birga topshirib o'tamiz endi o'tkazamiz degan. Demak masjidning butun iqtisodi bunda buni nim deb bunda kontrol qiladi degan shu vaqt nima degan banan chiqadi. Hozir xuddi masjidni chaqan alalashtirib degan ism qo'ygan bo'lsa shu vaqtning o'zida bu pul terroristlarning qo'liga o'tib ketsa bo'lmaydi. Masjidning puli terror bu puljiq pulda hamda masalan shu vaqtga nisbatan Qarmay sharoitida Qarmaydikdan sonra Ürümchidagi cho'ng shahardagi masjidlar ijarasi qilma do'konlari demak u hammasi u vaqt 2008da ularni o'tib ketdi. 2008da oyligi falan bu shunda rasmiy shaklda kameramo nimanikiga o'rlashdi. Masjidlarga o'rlashdi. Bizniki vaqtida yo'qdi biz vaqtida. Anandan keyin nimamo Ürümçi masjidnikimi shu umumlashgan vaqti bu nimadan boshlandi. Endi bizning Sharq Turkiston Janubiy rayonidagini bilmayman, ammo Shimol rayonidagi bizniki Qarmayning boshlamchilik qilganligini shu vaqtda shunday xabarim bor. 2006-yilda u pul shunday bir shaklda yig'ilinib, anandan keyin biz men kelgan vaqtimda Lamzada shunday o'tkazib qo'yib ekan biz shu yerga chiqib xajlaydik. Amal va xajlaydigan pulni shu vaqtda shu biz amal va o'g'ini o'g'limi tumusun amal va xajlayib etish kerak. Masjid olsun xajlayimiz deb shu masjidning o'yeri bo'ldi, bu yer bo'ldi deb amal bor shu. Yetkaydigan pulni yetkab o'g'inning qo'lida turmazmas shu. Pulni xajlaydigan yerga xajlaydik. Ba'zi pullar tasdiqlanadi, ba'zi pul tasdiqlanmaydi. Shunda bo'lsa ham shunday bir tirishchiliklarimizni ko'rsatgan o'zimizning kuchimizning yetishicha. Anandan keyin endi bu hozirgi 5-zavod bo'lsin, 3-zavod bo'lsin, anandan keyin neft oqizish, neft ayirish zavodlaridan keyin 4 masjidning nimasi taqaldi degan. Taqilib endi buning o'rniga masjid yo'q degan.
Bina olmadı dediğim gibi. Hazır bütünley ansam bu Şimal Kuruluş Mescidi'ge toplam bir şey gelip namaz okuyatqanlığı her cüməni çok. Hazır bu yanın adam sanının mı? Her cüməni ki biz vaxtı 3 olmasa hazır 5 milyon aşqanlıq doğruluq. Üçürler var. Demek nima degende hem de bir yerde şu şekilde bulavatkan bir cüme bazarımız var demdi. Cüme bazarımız bizden Şarkı Türkistan'dan her yerinde. Resimde mi köydü kana şu resimde ekranı çıktı. Bu dağınık cüme bazarı, bu dağınık Karmayga hele Şarkı Türkistan'dan Amerika anlanğan, hatta ki başka şehirlerde mi kelip her cüme günü soğuduk gidip pultip giteleydiğin insanlarımız var. Hoş hoş. Muşine 2009'dan keyinki yılının işidinki yıldan bula hem müşahede hem de karmaydı mı sırtın kelgelde müşahede turup paylanıp gidedik ya yuşurnuşka iqtisadi menbe hasil kılalaydık ya dep şu cüme bazarını hazır maşin toquşmaydı anıqlaydı. Cüme bazarını taqap tarqaqlaştırıp aşağıda ço heptidin heptisi kildiğen tamaqını etip yavalatqan xalqımız mı ço bunun fürsət vermeyindi. Demek Karmay'ın şaraitideki ahval bu. Hem de hazır Şarkı Türkistan'dan umumizde Xitay'ın 2009 yılı 21 sentyabr çıkargan Aktaşlık kitabıda Şarkı Türkistan'da İslam dinine itaat kıldığın halkımızın 11 milyon 300 milyon aştıqanlığı. Mescidimizin çoğu umumi cihetten 24 milyon 300'ge. Artıq mescid varlığını. Hem de abim hazırki. Ne çıkarttım çatandan muhbirlerine olmuş bayanatı bergen Xitay. Biz şunda kamera koyup etmemiz. Hem de bu mescidin hem de hazır 70% çıkılıp oldu diyen bolsa, kaçlık kaldı 24 milyon, kaçlık % kaldı. Xitay'ın o yüzden sanını qaraganda kaçlık kaldı deyimiz hem de iş kanç kaldı. Demek nima degende Xitay bu şekilde hem de işleştiren şunu his kıldım ki Xitay her şekilde bir siyasetini asla başlaydı. Hem siyaseti şunda bizge Şarkı Türkistan'da 67 yıldan beri komünist Xitaylarning qilayotgan siyosati bizga osti xarakterli. Ya'ni ishni kichigidan boshlaydi. Masalan, kichik masjidlarimiz chaqib baqdi. Hozir u yerda qarshi tura oladigan insonlar yo'q. Shunami ya? Bizning umumiy namoz o'qiy oladigan insonlarimiz uchun, yoshlarimiz uchun tutqun har xil banasi bilan tutqun qildi, turmalar qamadi, shahid qildi. Hamda u yerda bir azroq qiyruchura yashinib qolgan, o'zining nimasini qarshiligini bildirmaydigan bir insonlarimiz qoldi. Bu insonlarimiz uchun anandan keyin ularni ko'z oldida cho mashinalarni akilib bir eg'iz gap qilolmaydi. Bir eg'iz gap qilolmaydi. Nima gap qilsamiz siyosat taqib yasaydi dedi. İştirap qilib yedi dedi. Unda bo'lgandan keyin xalqimizning yurki mujlig'liq o şekilde elib beryapti. Demak, hozir bu masjidlarningki yana bu ahvollar kun tartib kelmasa Xitoy tadrijiy buni oxirini davomlashtirdi deydi. Tabii. Şekilge Ürümçi'de veya Kaşgar'da bazı çoğun kadim mescitlerimizi koyup koyuşu mümkün. Şekli gösterip ama sırtlardan yapıp kalsa. Küzünü bu yaş için. Ama onun sırt çoğu, halkımız kolaylık kılıvatkan, her 5 vakit namazın çoğu, vaxtıda okuvatkan, ibadetin çoğu Allah yenilip şu bir kulçuluğunu kılıvatkan, şu Allah'ın üyü olan mescidimizin çoğu, çıkıp çoğu birbirler yoktuşunun kadimini aldı. Köp rahmet nayt yaxshi aytib berdingiz. Hurmatli Adil aka, sizga kelsak ham bu Xitoy bu siyosatni yo'l qo'yib, men o'tdi siz vatanimizniki janubiy rayonlarda ko'p yashadingiz. Keyin turmadan chiqqandan keyin Xitoyning nurg'un zolimliklari, nurg'un qonunsiz elib berayotgan ish harakatlarga amaliy shohid bo'lgan biri. Xitoyning bu siyosatiga oshkorlangan Xitay zaten ameliyatı işgal kılgandan buyon har xil şekilde bütün programmalarımızda ameliyatı biz Xitayning har xil şekilde oshkorlanayotgan dafsandachilikleri dinimizga bo'lsin, millatimizga bo'lsin, urf odatlarimizga bo'lsin, hamma narsaga biz so'zlab tugatib olmayapmiz Xitoyning qilayotgan zolimliklari, buzg'unchiliklarni. Bugun hamda bu narsa Allohning o'ylariga qarshi bu narsa uchiq oshkora holatda o'tirg'i chiqqan bo'ldi hamda axborotga. Bu ahvolga qanday qaraysiz? Bu qanday hissiyot keldingiz bu so'zlar? Razı olsun. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom. Şu internet tor alıp oltağan barlıq Uyghur qarindaşlar. Şundaqla Şarkı Türkistan'daki bugünkü bizning islom aqidamiz, dinimiz, milletimiz, bütün medeniyetimizga duch kelayotgan kirsiz masalasi hammamizga nisbatan bu cho'ng bir yo'qish masalasi. Buningga albatta aqlli odam bunga ichinadigan, albatta buningga qattiq e'tiroz bildirish tegishli bir masala. Xo'sh. Mana Sharq Turkiston masalasini hozir Xitoyniki bu bugungi kunda Turkistonda yurayotgan bu siyosatiga bu haqda biz ko'p so'zlar ibodat bilan. Xo'sh. Endi bu Xitoy hozir
Şarkı Türkistan'da Allah'ın dinini yo'qotish üçün elib berayotgan siyasetleriniki ve sistemli urullaştırıp bunu yıldan yılga mançı yıllık plan degendek, yani yukarıda Nebican kardeşimiz degendek, bunu asta kiçikten başlap en ahıra yoğantış aşındak bir sistemalaşkan bir yo'qotish siyasını yürgizip oturdu. Xoş. Endi bunun qılqı biz endi muş çoğun teminden şeyde kaynayımız endi. Endi Xitayning umumiy çoğun prinsipi Şarkı Türkistan'da fakat Uygurlarınki bu 1000 yıl aqida qilib kelgan bu din, yani İslam dinini Türkistan'da yo'qotmasa, Türkistan'ni saqlab qoladiganligi Xitoy ishonmaylik endi. Endi hozir O'rta Osiyoda, O'rta Sharqda yüz bergen, asasen Afganistan'da merkez qilib yüz bergen 15-20-30 yılına yaqin bo'lgan bu cihat namını elib berilgan işlanımı hamda Şarkı Türkistan'a ta'sir kökçü sebeplik. Yani 15-20 yıldan beri Türkistan'da biraz uyg'unish yaxshi bo'ldi. Hamda Xitoy biz tehi uxlaqliq, hamda Xitoy asosan Şarkı Türkistan'da cho'ng bir Allah'ın dinini yo'qotish uchun cho'ng bir jangga tayyorlik qildi. Hozir oldingi xabarlardan o'zlari so'zlab ko'rdim. Hamda hozir egizdagi 1 metr darajada daraxtni butun qo'ymay qirib yetiklik. Turkistonda men shu butun daraxtni qirib debdi. Bizden kimde Rudu köydirdiği vakit 60. yıllarda anlasam 500 yıllık 600 yıllık daraxtlarımız varken Palağanı vakti zamanda Palağan hakimiyetinin devrinde Erken Seyda Khan devrinde ya ki Palağanı Hocu'nun devrinde bu daraxtı madep onun Allah'a edilen nakışlarını uyap Allah'a onun bir belgelini esip Allah'a tarihi medeni yadikarlık şekilde qo'g'daydigan, aşındağı hürmetleydigan, aşındağı onu Allah'a asraydigan bir medeniyet urulları var. Ösümlük olsun, bir davranış olsun. Xitoy bunu bütün kırıp oldu. Bugün hazır hem de şu 20-30 yıldan beri hem de asasen Xitoy tili boyunca Şinjan'ı köketiş degandek hem de bizden zamandan köpünce yerleri çölde hem de çöllük köp hem de. Bu zamanlarda halkımız yana yerlik kadrlar mesela o Xitoy Qashqa Aqsu Korlu tarafdaki bu vilayetlerge bizden yerlik edemilden vali bunda hakim saylangandan bular hamda qanday o'zining vatan olgandan bu tuproqni ko'katish uchun hamda nurg'un bedel to'lagan hamda hatto tag'im hamda bugungi kunda hamda Xitoy bu zamondagi bu mesh cheqish, ya'ni bu hozir butun umuman Xitoyninki Turkiston yurgizayotgan dinni yo'qotish, bu millatni yo'qotish siyosatining ishidagi Eng muhim bosqich. Eng muhim bir bosqichning birisi ham bu neçe 10 qaratmalar yo'qotish nuqtalarininki birisi hamda bu javob chiqish. Hamda hozir bugun O'rta Sharqni deb aytsak, O'rta Sharqda bir masala chiqilsa, shu qadar hamda bizning mujohidlarimiz, dunyodagi musulmonlar shu qadar g'azab, nafrat kelib hamda bu yerdagi to'qnashuvlarda shu Allohning dinini, masjidini xalladi, chaqdi, musulmonlarni bu darajada zulm qildi degandek nayt g'azablarimiz bu yerda eshib ketyapti. Ammo Turkistonda yuqori degandek hamda Xitoy xalqarani cho'chitib etmaslik yoki ovozini chiqarmas, asta bir başını yo'qotib, ün chiqarmay, yani Xitoyning hayvonlarni o'ltirish bundaqa atizmi cho'chqisi bo'lsin, nima bo'lsin, bo'g'izlamay, asta ziqtiq bilan qinini chiqarib etsa, kimlab ketadi deb o'ltiradigan bir azdi bor bu Xitoyning. Shuningdek Xitoy bizni bugungi kunda ovozimizni chiqarmay, qinimizni chiqarmay, hech bir bizningki sesimizni anglatmay dunyoga asta peşbaşdan yo'qotish elib berayotgan siyosatning birisi. Endi bu nima deymiz, bugungi kunda Xitoy Allohning dinini yo'qotish uchun Şarkı Türkistan'da Uygurlarga bir jang e'lon qildi. Uygurlarga emas, bütün O'rta Osiyodagi musulmonlar, jumladan dunyo musulmonlariga, jumladan bütün dunyoda Allohni bir deb iymon etgan, bütün dunyo musulmonlarini bir gavda, bir jasad, bir tan deb bilgan oyat hadisning aytimi bo'yicha ishongan odamlarning hammasiga Xitoy bugungi kunda jang e'lon qildi. Endi Xitoyninki Turkistonda hamda hozir O'rta Osiyodagi ya O'rta Sharqdagi arab va ajam boshqa musulmonlar endi Xitoyni hozir tushunmaylik endi.
Xitoy bizning ustimizdan bir halq o'ssin, misol Alloh saqlasin endi. Biz buningda inshaalloh Sharq Turkiston xalqi chet eldimi ham vatan ishidimi albatta buning hozircha ma'qul deb chekib qo'ygan bilan hozircha ma'qul deb ma'lum Xitoyga amal yo'q endi. Yurga mujilganlik uchun endi Allohga tilab endi o'zi bilan xalq dadini bu ishlar inshaalloh bunda bo'lib ketmas. Ammo Xitoy bizning ustimizdan halqib O'rta Osiyo tarafga siljigan vaqtida Xitoyning nimaligini bundan biladi. Hozir ba'zi tadqiqotchilarimiz endi Turkiyadan Xitoyning o'rtasiga yaqinchilikni o'lishga sochqan meshini qo'rg'on ishlab degandek ba'zi ishni qilib qo'ydi bular degan maqolada shuni keltirdi. Bo'limi tushunmaylik bu Xitoyni. Endi hozir Xitoyninki bu masjidni cheq siyosati bu 5-10 yil burun tortib masjidning ustidagi yulduz ayva emasmi, hilal ayva. Buni qat'iy el yutishni tashabbus qilgan. 8 yil burunlar. Endi hozir buning bugungi bu maqsadiga yetdi 5 yil burun buni hamma bayroq chiqadi, mihrobga bayroq kirdi. Tadrijiy holat asta-asta. Endi buning bular endi albatta buni chet eldagi mujohidlarimiz, muhojirlarimiz, olimlarimiz buni balki anglaganlar. Albatta ayrim bir program qilamiz odamlar masalan. Bugungi kunda bu Sharq Turkistondagi jamiyaning cheqilishi tüptün bugungi kunda biz Uyg'urlarningki endi o'zimizdan ben bu yerda İstanbul'da yaqinda tuydumki Uyg'urlar olib ketdi yaqin. Qarasak endi baldo biz 2 yil 3 yil burun men Zeytinburnu Aqsaray Safa getirib nerede olsak Ankara'ga bassakmı bir Uygur'unu köysek jigurib kelib yurishib quchoqlashib qildik. Hozir bu yerda Uyg'ur köyse bizni 7-8 metre yerdan köysek qaçadigan bo'lib ketdi. Uyg'urlar olib ketdi. Qarasak endi bu Uyg'urlar siyosetdan anlaşmayımız, devlet, vatan işlerini anlaşmayımız, pasportunu bergendikken bizge degilik hem Xitoy bularni chet elga chiqarish jarayonida chet eldagilarga yaqinlashman, ular terrorchi, oqchi ko'chida bizni nayt yomon ish deb Xitoy chiqariqliq bu odamlar demak endi bular siyosetdan, vatan davosidan, din davosidan Xitoyning achchig'ini keltirib qo'yish shu qadar qechib o'tadi. Lekin bugungi kunda Xitoydan biz shunchalik o'zini ma'lum bir qism odamlarga, masalan bizdek odamlarga bu terrorchi, bo'lginchi, oqchi ko'chida buning yo'g'on qarg'alpaqni kiydirib Xitoy o'zining ifodasi bo'yicha xalqqa yomon ko'rsatmoqchi bo'ldi. Xalqning biz nadoldir buning ishinib qoldi. Endi yana bu Xitoyning bu jidal majliga aralashmay men o'z pasportimni olib jerimni vaqay deb nurg'un Uyg'urlar bilan chiqirliq. Ammo Xitoy bugungi kunda mashqadar endi bu qo'lining yetishi endi o'pochiq hammamizga bir jang e'lon qilinglik. Endi Uyg'urlar bundan qanday javob berdi deb bizni kutib o'tadi. Endi biz bunga masjidga qanday javob berish masalasida agar biz Xitoy kutmagan ba'zi bir hech bo'lmasa yakan qirg'inchilikda yakandikidek yoki lufchinikidagi bir 4-5 odam qo'zg'alib o'tirib chiqqan vaqtida Xitoy ko'ngilda men butun bu millatni men ba'zi Alloh qildim balolan endi Xitoyninki hozir butun edem bu daraxtni ata cho'l jaziradagi yulg'unni qo'ymoqlik qirit deylik. Odatda hozir urush maydonida uchadigan jiddigan aeroplanlar daraxt va yangi nishonlanmay ko'rinish oldigan uchun odamlarning yushurni olishga hozir endi to'saliq bo'lmasin deb daraxtlarni shu 6-7 kilometr yer qata tizib bizning ayni vaqtdagi an'anaviy uylarimiz, ichki tashqi o'ylilik, cho'ng bog'liq ayvon saroylarimiz, chetlimida peshayvonlik haybatlik uylarimizni hammani chekib abtuzdek kichik qata gugutning qabdek to'q tutib uyni o'stangning yoki bo'yliq yoki cho'ng'oning bo'yiga bir o'qasda 5-6 uyning oldidan bir tamsla yuqorida tamom tut asım aytib ketalaydigan tuzib etdi. Hem yakşı telekamera bekitip. Asasen şu caminin hem de biraz adamlarını qoğdaydıgan bizde Xitoyga qarşı fikrimizni, Xitoyga qarşı teşkilleniş ibadetlerimizni biraz qoğdaydıgan o'rin şu cami etim. Endi şu bulan uyning hammasi kelqidagi telekamera bekitip yoki anglag'ich bilgan uskunlarni bekitip uyni ham 24 soat uyni kuzatadigan odatda televizorni aqsiz berimiz deb kelib televizorni uyga yechirib qo'yib turib haligi nomrod odamlar bulapmı şu amsız adamın uyga bir televizor sana berimiz dese o şu kadar hoşup gitip bağlan eğer televizorunu uyga geçip bekitip onun anlag'ıchini bekitip qo'ygandan keyin uyga barliq gap so'zlar Xitoyga ma'lum bo'lib turdi ekan. Demak bu shaklda butun oilani Xitoy hamda qo'lga ep bo'ldi endi. Endi faqat bir daraxtning qeti bilan shu jami qolgan endi. Qilib qolgan narsa. Qilib qolgan shu bo'lgan. Endi anladim odatda
daraxtni qirib, jamini hozir men sizlar meyada Qaqna o'ylistiki barağının bazısını kelib chiqib odatda cho'l jazirada masalan nimani baydi qarindoshimizni Xitoy nima ishga tutanmadi degan vaqtda bizning o Turkistondagi tog'lari ashunda qilqi gerçi quruq tog' bo'lsa-mu, o ajoyib haybatlik oychi qo'li nayt ko'p imkonlari g'alli nayt ko'p bir tog'larni. Ay tağlığın bola şu jutqa yaqin tağ vadilarga tağ dalalarga berib, batuvchilar neyde böyle cho'ng cheqish itir mashina olib ay edem chirvog'idek bilen bikivog'idek kamonim qo'ymay it bo'yna tuzlar navotid deydi. Hozir ahvol. Hozir o daraxtdan boshqa, jamidan boshqa ay shu atrofdagi daryo dengizning daryo o'stanning qashning bo'ylarini tatib edem bukirishki mumkin bo'lgan. Xilravuz qo'rqitdimiz nasıl? Caminin hem de Xitay asasen çıkıp aşağıda özünki en sadık kalçalarından bir ikine kelip meştike otta kızıp telekameralarını bekitip mişti bulup atkan her bir tınıkını küsüp turduğun derecede aşağıdaki cemaatini kontrol kılış için yukarı degende hem de hazırki vatandaki bazı çoğunlarımızın gibi nağa vakti da hazır ben kelgeninde sözleştim mesela 70-80 kişi adam kilik yazmış yani babam taraftan maya gibi teklif kılsak şıkıdım kelgenim bu de bular Medeniyet inqilabıda xalq namazını qudaqlıq keçirib oqıgan hem. Adette Qashqar cami heykani 63-yili taqab 6 ay taqib ketgan. 6 ay taqıgandan keyin axir taqilib 6 ay bo'lgan hech kim açamagandan keyin Qashqarda bil hammadan yomon ko'rdigan bir ayol bor ekan to'q. Batir ayol o'qitundan mashda eski xotin deb aşında namab qapti kenem del. Hammadan bilan bir dijalaydigan, haqiqatga haqni yaqlasha oladigan, o'zining gibi o'tkazadigan bir yüksek bir mudabi ayol kenemdi. Xo'sh. Bu ayoldan Qashqarning odamlar hamiz qo'rqibdi ekan, qo'rqaydigan tuqamni. Bu xotinning puli bor ayol kenemdi. Unda evladimda aqrabalar ko'p. Bu ayol o'zi berib shu 6 oygacha hech qanday olim ilmi jamin ochamasa berib ash xotin o'zi berib Heydkanın camisine bombatlarla yüz çirp ay paltına yapıp zincir üzüp çık mişin içip yutip yani tasın kila beni ötürüp yatağa macavin bulmasa Ülinmegen caminin açıp entip içip kıganıyak cemaat garıtı kirip yaptı. Şuradan camiye işe gittik. Allah. Hem demek hem de yollagan nesli köyden hem de bu kadar kuşak ballarımızı Xitay'ın Şaolin bakhanesindeki rahiplerden kiyimini giydirip de kızdırmasını şunu giydirip çoğunlarımızın teşvikat kısalip hem tarihte demek bulup bakmagan hiç kaçan Xitay olap bel manju gomindana mingusu olsun bu Xitay hazır komünistleri olsun Xitay'ın ki Zozongtang zamanından hazır gelgece Manju ve Xitay'ın işgalıdır ötken 132 yıllık tarihimizde küllep bakmagan bir zulüm bugün bu buluğluk hem de bizden hem de 2015 yıllık 5 yıllık planda yıllık 3 milyon 500 bin Uygur prezidentlerinin %70-80% kızlarını teşkil kılıyordu. Bunların içkilik yetkilişi. Hoş. Ballarımızın hayat mektap kamal kılıp 15-19-20 tüven balının hemmesi yesli, toluksuz oturup başlarına kıçı hemmesi mektap kamal kılıp ayrı bir şekilde atanısından köreştirip bombası köreştirmeyi hatta okuyucular atanısından torundan atıda ya eynek bilen ya ki torundan bunda zenci torundan aldı kendini turup köreştirgan halette mektap kamal kıygallığı hem ballığı yüdürüp atkan nesine ki kandaki şübeylik nereden ekide süt kaymak bir nesini keltirip ballığı berip atkanlığı hem de hazır bizden ki bugün günde yezdeki bu dihkallarımızdan ki normal ibadetlerini püskül çekilip hatta kinişini çekilip en ahırda camiye kul ultisi Xitay'ın bugün bizden kayda kılırsa bunun çeteldeki mücahitleri çeteldeki alimleri yerkelik Avrupa, Garip'teki demokrasi davagerleri bunun kanda ifade bildirdi. Dep Xitay bizge bunun bir kandak inkas kılışımızda Xitay bir bizni kütüp adı demdi. Hoş. Bunun biz hem de men deymen inşallah bunun bir sükut kıysak bulmaydı. Hem bunun daima hazır biz bunun bir iş kılamasak mı? İnşallah hem de bunun cevaben biz bundan ki her bir Serek Türkistanlık Müslüman men degen chet eldeki vatan içinde sırtıda olsun meyli alim ulema ziyali ticareti tüccar meyli mücahit muhacir olsun hemimizin üstümüzde bu Xitay'ın bu zulmüne bu Allah'ın diniga karşı bu edip bakın siyasetiga bizde keskin bir ifade bir inkas ortaya çıkmasa bulmaydı. Hem bunu çıkarmaganlığımız bizden imanımızdan ne kayık ekanligini belgileydigan bir noktaga
duş keldik bugün kunda biz. Xo'sh, xo'sh. Şu mescid çıkış Türkistan'da Allah'ın dini yoktur. Bütün Uygurlarga fakat Uygur'un diniga karşı, İslam'a karşı can ilan kılış. Bütün Uygur'da Türkistan tüp tüzün pakı yok demen degenden başka maksat yok bir. Uçuk bir siyaset. Xo'sh. Öyle düşünüşümüz gerek. Allah razı olsun. Ayet yaxshi söylep bana. Müşahedemde sizlerde iki sözüne hakikaten hem de Xitay tecavüzçülerinin ki uçuk aşkarı halette dinimizge Allah'ın dinine hücum başlıqlığı. Zaten millette bütün elip beriyotgan icraatlarının hammasi meyli kiyim keçek jihatdan bolsun, dini okutuş işleri bolsun. Bu narsani söz etishning hiçbir şekilde mümkün bolmaydigan bir vaziyat turyapmiz hamda. Bu hem de Allah'ın beytlerine çıkış, öylürüne çıkış işime uçuk aşkarı halette Allah'ın dinine kılınan bir hücum ekanligini her iki yılına söylep ötdüm ama şu dünyanın hamma joylaridagi her bir kişilerimizge elbette tegishlik bir meyli nadi yaşayotgan bo'lishimizdan qat'iy nazar qo'lidan keladigan bir ish qilish mas'uliyatimiz bor deb qarayman endi. Sizlar bu vaqtda qanday chet eldagilar qanday nima ishlarni qila oladi masalan bu vaqtda Xitoyning bu razilligini masalan dunyoda qattiq bir besim paydo qilish uchun nima ishlarni qila oladi. Buni albatta diniy mavzuda olimlarimiz bilan ayrim paranglish kerak deb o'ylayman da. Sizlar qanday qaraysizlar masalan chet eldagi sılmışsak. Hem de anay doğru sual buldu bu. Hem de biz bunu karta biz nimiş kıla alamayız. Diyen gap cevap izleyişimiz gerek. Tamam. Hem de siz diyen okşaş bu zulüm takip bugün ki mescid çıkışdan başlamadı. Mescid çıkış avem adlikamda bitip gitkendik. Bu kılavatkan zulümünün bir kısmı. Tabii. Bir yolu. Hem de bugünkü gelgende Allah'ın üyü olan Allah'ın üyü de biz kanda günlük 5 vakt uyan ağırlanmaydıgan bir üyümüz geçiyor. Allah'ın üyüge. Yani bizim önce ibadet uğrunumuzu hücum kıldı deyin ki. Xitay hatırcam oldu ki bulanı biz namazdan toxtattık, icabını saldırdık, sakılını kırdık, bulanı önce her cihetteki nemisini kıldık, taşkı cihetten olsa. Yani işki kalbimizdeki kontrol kılanmaydı onu. Bizim Allah'a olan sevgilişimiz ne, muhabbetimiz ne, Allah'a olan kulçuluğumuz ne, bunu kontrol kılamaydı. Ama şunda bu olsun mu bu, yani sırtkı cihetten çoğu biz ne, bazı birlerimizni şehit kılış, bazılarımızı qamoqqa, ig'ir derecedeki zulümga, aile boyunca, cemiyet boyunca mubtala kılış arkalık çoğu, bizni çoğu, jürkimizni mijishqa, bizni bu yoldan çoğu tandırışqı çoğu hareket kılıqlık. Hem de bunun bir kısmı boğan bu. Bunun için biz qanday qilmayız degan vaqtida men o'ylaymanki, hem de vatan ichidagilarnigini men bu yerda demayman. Chunki bu yerda desak, anlaydigan odamga qolib qoladi. Ama vatan sirtidagilarga buni tashabbusim bor. Hem de biz vatan sirtidagilar abiyam degan o'xshash biz qaysi maydonni tanlash demdi. Xitoy bizden maydonni kutmoqda. Sen zalimga karşı yani mendek tecavüzü karşı bir iş kılamsa ya ki qo'rqab şu üzerinin hayatı bilen sükut içinde ölemse demek çektir. Onun için biz şu sükut içinde ölmeyi Allah'ın rızalığını gözlep fakat yüzüne imkanı yetken. Meyli her saat olsa yüzüne imkanı var. Kısa cihetin yardım kılalaydığı var, muş iş için köreş kılavatkallar var. Anlamıyor musun? Anadın ikinci o siyasi cihetin yol kösüpüreleydiği var. Nurgun akıl ilgileri var. Anlamıyor musun? Anadaki nurgun pidakarlarımız var. Şundan yaş evlatlarımız var. Bu terbiyeler muş yolda çoğu. Yani daha akını devamlaştırdığı Xitayga çok güçlük bir çoğu bir insanlarımızı terbiyeleştir. Meyle her kaysı cihetken, meyle askeri cihetten, siyasi mağarip, kısa cihetteki muşunun kaysının imkanımız yese, bunun için çoğu Xitayga karşı neşketimlik nimemde dedim. Meyle ayda olan da vaktimiz yitemdi. Meyle hepte de yitemdi. Meyle çoğu kaysı vakit imkanımız yetken 24 saatten önce 1 saatimizin çoğu ya ki 20 saatimizin 10 minutumuzun çoğu Şarkı Türkistan'ın muşta Xitay tecavüzlerinin zulümü karşı çoğu acırtışımız gerek. Ya ki tefekkür kılışka ya ki bunun çoğu dua kılışka. Hatta ki namazlarımızda dua kılışını unutup kılavatımız çoğu. Bunun artık gaflet yok bizde. Onun için muşunda gaflet kılavatkan kırındaşlarımızga, muşunda nime kılışını, nereden başlaşını bilmeyatkan kırındaşlarımızga biz muhacir ettikiler. Erkin hareket kılalaydıgan, erkin siyasi ideyimizni, meydanımızı inik boğallar çoğu. Bu şekilde bunu gün tertip ekilişimiz gerek. Bu mesele şahsen Şarkı Türkistanlıkның meselesi emas bu, mescid meselesi. Bu gün tertip ekileydigan meselenin birisi. Bu Allah'ın uyu. Yani dünyadaki 1 milyon 700 milyon çoğu Müslümanların uyu bu. Hoş. Onda boğan iken bu ne? Halkırada biz meyle İslam
ellerde olsun, meyli Avrupa olsun, meyli Amerika olsun, demokratik ellerde olsun. Çünkü bunu çoğu her yerde yaşayotgan qarindoshlarimiz bunu teşkilatlar birleşip durup bunu şu yerdeki Avrupa'nın her qaysi yerlerinde İslam cemiyetleri var. İslam teşkilatı bağlanışlık. Yani dünya İslam teşkilatı kuraydı ama şu yerdeki çoğu Müslüman cemaatler var. Mesela bizde Şarkı Türkistan'ın Şivsiyanın Teknik İslam Medeniyet Merkezimiz var. Yani müşahede kardeşlerimiz izni var da Allah kalsa bu şekildeki teşkilatlar çoğu özlüğünden çoğu bayanat ilan kılış veya çoğu turuşluk nimedeki rayondaki kardeşlerine İslam cemiyetlerine bunun çoğu her xil şekilde Xitayning şu hazır aşkılangan mescidning 70%ni 70%ni çıkıp bo'lgan ahvollarning çoğu emili salliq ma'lumotli şekilde doklat yezish kerak. Bunun için iç arkalı yezish kerak, doklat qilish kerak, leksiyalarni uyushtirish kerak. Shunami ya? Anken birleşim bayanatını e'lon qilish kerak, axborot nimasini etish kerak, axborot e'lon qilish nimasini chu. Bu şekilde her xil şekilde nima qilish kerak. Anken Türkiye'deki çoğu ammaviy teşkilatlar olsun, meyli İslam teşkilatları olsun bu şekilde çoğu özara birlikni asıl kılıp bunun Xitayning qilayotgan ibti beşerisini çoğu praktik şekilde aldı koyup bunu kun tartibga qilish kerak. Bunun için hemimiz mesela Türkiye'de yaşayotimiz hazır İstanbul'da hoşnumuz var, iliş yürüyüş qilayotgan yerlerimiz var. Nega olsa Xitayning zulmünden davlatıda kardeşler. Halbuki kardeşlerden bir şeye bomba uçup mescitler veyran bulayotgan olmasa Xitay cimciş şekilde Şarkı Türkistan'dan işte yer ayırlarda mescitlerimizde veyran kılıyordu. Demek ayadaki bombada mı Xitayning asısı var, ayadaki çıkışta mı Xitayning asısı var. Demek bunu mu to'xtatishni qabul qilmagandan birisi Xitoy yani. Rossiya bilan Xitoy. Mushuni mu çoğu kun Shu yerda o'layotgan xalqning ham shu Xitoy imzosi bordami? Şunu dek mushuni şu kun tartibga kelib, mushi jihatga nima Pokistondan isbat. Chunki bu axborot e'lon qilgan narsa, Birlashgan Davlatlar vetoni qilib, urush to'xtatishga kelishimga imzo qo'ymayotgan, unmayotgan mushu Xitoyning çoğu mushu abdi beşirishni kun tartibga kelib mishar deyishimiz kerak. Endi abayog'idek alkam deb turgan bu yerda biz siyosiy aralashmayma tunigan bir ish bo'ldi. Aldinqina. Bir ashxonada o'tirib biz ishlab chiqargan bir kalendar var. Sharq Turkiston kalendari deb 2017-yil. Shu kalendarni birisiga hadiya qilgan bo'ldi. Bir ashxonaning xo'jayini. Hadiya qilgandan keyin u Uyg'ur ayol ekan, bu ko'riblam og'ilunimidi. Yo, bu qilib qolsin biz olmaymiz. Demek avu ayada bir kalendarning hamda uning da bizning yadidigan kunlarimiz var, bayraqning simvoli var, kalendar uyga asib chaplaydi hamda. Hamda u shuni aşağıdan kütürep minişqimi cüret qılanmadı avcı. Uyga vaqtcha tashlasa uyga qalgan qadam biz surish qılanmaydi. Amma aşınçılık nəsinimi cesaret, nimi cesaret qılanmadı? Bu Allah'nın qorquşunun orniga Xitayning zulmünden qorqdi ava. Şunami ya? Doğru. Eğer Allah'tan şu Xitayning zulmünden şunda qorqqan bo'lgan bo'lsa o başqa şo'ta ahvolimiz. İşleri başqacha bo'lib ketadi. Demak, nima deganda, bu yerdagi hamda ashumina mush uyamdagi asilgan kalendarni Xitoy ko'rib qolarmi? Mushun men mansam yoki mush ma'riflarniki yoki tashkilotga istiqlol televiziyasiga chiqib qolsam uyamdagi unda qilib o'taman, munda qilib o'taman. Avvalama o'zimiz qo'rqoqlikdan narsa. Xo'sh. O shaytonga qul bo'lgandan boshqa narsa emas deb tushunaman. Chunki uni Alloh o'z marhamati bilan saqlaydi. Mescitlerimizin Allah halı saklaydı. Ama Allah muşu şekilde çoğu bizni sınaydı. Muş mescitim çekilga vaxtıda muşunun kartı gep sözünü kıla aldı mı? Kaysi bendem nimini diyeldi. Zalimge karşı ifadesini bildireldi mi? Bildiremedi. Xitay'daki bu tacavuzcu zalimge karşı zalimden indi tuttu mu? Sükut tuttu mu? Ya ki çoğu onun karşı bir şirkette oldu. Ya ki gep sözde oldu mu? Ya ki şu zalimden abdi bezirişine taş kıldı mı? Mani bunun ile Allah bizi mükafatlaydı ya. Şuna mı ya? Bunun ile mükafatlaydı ya bizden. Tamam. Biz kolumuzdan başka iş gelmesi mümkün. Ama kılalaydan avayam kadar imkaniyetlerimiz var. Şu imkaniyetlerimizin çoğu, iş kısırı işlen çoğu, ağı bizdeki Allah'ın derbedeki mükafatımız eminleşi dediğim gibi. Sebep neticilik münasebeti olur dediğim gibi. Demek şunun için biz Allah rızalığı için zalimning bir qism bo'lgan Sharq Turkistondagi bu Xitoy tajovuzchilar çoğu deganda meyl Allah deyim. Allah karıştırıp atkan, dinimizni yok kılıp atkan, Allah'ın çoğu sadık bendileri olan bir Müslüman, Uygur Müslümanlarını yok kılıp atkan. Şuna mı ya? Hatta hayvan bile ondan kurtulanmadı. Her cihetten çoğu, bizgi çoğu siyasi, iktisadi, mağarib, hatta ki adam olup yaşaş hukukumuzun çoğu, bunu zulüm kılıp atkan bir Xitay tajavuzuna nispeten üzümüzden karşılığını bildirenmeslik, üzünün çoğu bir hareket kullanmaslik,
uningga sukut qilishning o'zidan ortiq bir jinoyat yo'q deb qaraman. Allah razı olsun. Sizden bir gap alayım kendim. Endi bizning Sharq Turkistonda Xitoy ishg'ol qilib kirgan shu yillardan beri biz u boshqa to'qinishda millat, vatan, din, davo sabablaridagi urush maydonlarida vafot bo'lganligini demaydi. Faqat Xitoy hozir 15 million buvoqni qirib o'ltirib bo'lganligini statistik qildi bizning bu millatshunaslarimiz. Xitoy 90-yil bu siyosatni yurgizib qo'ydi. Planlar to'g'ri siyosatni. 88 e'lon qildi. 90-yilda bunda anlatib qo'ydi Uyg'urlarga. Ben Nebijan degandek asta kirmekçi oldu. 95 biraz küçültüp yolu koydu. 2000-yil resmi bundan karşı qat'iy cheklama qo'ydi bugungi kunda. Xo'sh. Ular so'q bo'lgan bolalardan 40 ming ko'y, 50 ming TL elib, pul elib, bermasa butun ailesini vayron qilib. Bu 15 gün adam 15 milyon nesepni qirdi degan gap. Şu 15 milyon nesepninki 15 milyonlagan Uyg'ur avlodlaridan şu zamanda şu bizning avlodlarimiz şu balla mu'min, musulmon, muvahhid bo'lib yetilib, cho'ng'ilib, şu zamanda Allohning dinini davom qiladigan, Allohga, Rabbiga sajda qiladigan avlodlar yetishadigan bir muhit barpo bo'ladi. 15 milyon odamni o'ldirib bo'ldi Xitoy. Endi hayotlarni tirik jangda yoki maktab ya u bu ishlarda mana shu cho'ng inqiloblar bo'ldi. Bu yerda o'lgan hisob qilsak, biz 30-40 milyon nopusimizniki Xitoyning qo'lida o'ldirilganligi 60 yil yoqi bu aniq. Endi bizning Sharq Turkistonda Xitoy ishg'ol qilib kirgan shu yillardan beri biz u boshqa to'qinishda millat, vatan, din, davo sabablaridagi urush maydonlarida vafot bo'lganligini demaydi. Faqat Xitoy hozir 15 million buvoqni qirib o'ltirib bo'lganligini statistik qildi bizning bu. Bugungi kunda biz jiddiy yuqorida qarinishimiz Nebijan dedi. Biz bugungi kunda bizning ulamolarimiz jiddiy siyoset o'tish kerak. O'zi men molla, men Turkistonlik, men molla deydigan hammasi, hatto men Turkistondan kelgan, men Allohning dinini molla bo'lmasimi, jahil bo'lmasimi, bir 5 vaqt namoz o'qiydigan, o'zini men musulmon deydigan har bir kishi jiddiy bugungi kunda Xitoyninki bu zulmidan bu musulmonning qanday qutqusi to'g'risida bir jiddiy bir fikr yuritish kerak. Olimlar cho'qim avval siyoset sahnaga chiqib, bugungi kunda ham yuqorida deyishgandek biz xalqaro islom dunyosida, butun xalqaroda biz o'zimizning bu nohaqsizlikni, bu haqsizlikni, bu zulmni ko'plab tonutib, eng muhim bu tashviqot sohasida. Biz dunyoda arablarga, ajam musulmonlarga Xitoyning eskiligini tonutib, biz butun dunyo musulmonlarini Xitoyning asta-asta kengayib, ta hozir Afrikada Xitoy necha 100 ming Xitoyni ko'chirib olib bo'ldi. Afrikaga qo'shtirmayotgan musulmonlarni uni yo'qotish uchun. Bu jaholatning bu qadar dunyoga yamrab kelkin suv kabi besayotganligini dunyo musulmonlari bular biz bu jaholat kelkinining eng asosiy qolgan biz Uyg'ur ulamolari, ustozlarimiz bu yerda sal kallarimizni chechib cho'chishimiz kerak. Yana bir masalamda shu mas'uliyat tuyg'usini ta'kidlandi oxirida har bir Sharq Turkiston xalqi cho'qim bir bu millat uchun bu o'zining dini xorlanayotgan, dafsanda qilinayotgan din bizga bir imtihon sinov ekanligi so'zlandi. Yani ikki mehmonlar tarafidan bu ta'kidlandi. Bu har birimiz uchun bir sinov. Hech kim bu yerda xizmat qilolmaganligi bu din uchun xizmat qilishga men bu fursat topolmadim yoki mening bir bir sharoitim bo'lmadi, u deb bana ko'rsatmaymiz Allohning oldida. Yani bu aniq usuldagi har qanday dehqondan tortib, muzdozdan tortib eng oliy doktorgacha bu din uchun xizmat qilishga fursat topolmadim deb Allohning oldida hech kim uzr qo'ymaydi, qadrli qardoshlar. Yani bu aniq bo'lish kerak. Biz dinimizda, Qur'oni Karimimizda bor Sulaymon alayhissalomning olimlar deydi-ki, shu yerga bir höpöpninki yig'inga qatnashmay, kechikib qilib qatnashdi bu höpöp. Qur'oni Karimda so'zlandi bu. Sulaymon alayhissalom nima uchun kechikib qolganligini degan vaqtida o aşu Saba Bilqis padişahlıqınınki Saba memleketininki xalqininki Bilqis padişahı, ayol padişahı xalqininki Allah'ını qo'yib boshqa butlarga cho'qinadigan ibodat, Allohga ibodat qilmaydiganlikdan iborat bir ma'lumotni shuni o'ginib
qilish uchun Süleyman Aleyhisselam'ın meclisi kechikib qoldi. Kechikib qolganda o'zirisini shu vaqtda Süleyman Aleyhisselam shunday qo'ydimdi. Shu öpüp şu tefsirshunos olimlar deydi ki bu din uchun xizmat qilishga Süleyman Aleyhisselam'ın bir öpüp chig'ida yani o'ziga yarasha bir cho'ng bir xizmatni tepib, yani Allah'ın dinine xizmat qilishga fursat topadi dedi. O'zini qo'ymadi. Shu Allah'ın dinine xizmat qilib keldi. Şu men mu'min degan, men la ilahe illallah, men musulmon degan hiçbir maxluq dunyoda dini uchun xizmat qilishga o'zini qo'ya olmaydi. Chunki o'pib topdi bu xizmatni, bu dinning xizmat qilishni o'pib chig'ida topadi dedi. Uningdan boshqa sana aql bergan, sana bilim bergan, sana har xil sohada fursatni bergan Rabbingning oldida men ya bilimsizdim, ya o'tim, ya butum deb o'zini qo'yamaysan. Sen chuqum qo'lingdan kelgan mayli qaysi sohada bo'lgan, qo'lingdan kelgan xizmatni chuqum deb qilishing kerak. Mas'uliyating va buningga degan narsani olimlar bu shaklda tushuntirdi-ku. Bu bizga hamda har bir xalqimiz mayli qanday sohada bo'laydiki, dinimiz uchun shu izilayotgan xalqimiz, shu yerdagi musulmonlarniki nima kunlarni ko'rayotganligini albatta biz bilamiz. İbrahim Aleyhisselam taşlangan otunu üçleyiş için biz bir eserlerisi bir kuşkaçılık bulalısak doğru gap. Bugün gibi bir Türkistan davası da Türkistan'daki Müslümanlık kutkuş bu yolda siz degendek hiç kim benim kullandığım bir iş kemmeydi diye Tabii. Kupkuzun yalgancılık. Biz hiç bomba vaxtıda biz esli aşkana çeysek aşkanda 15 lira altamak mı ba? 10 lira altamak mı ba? 7-8'likim var, 5 liralıkım var. Şunun biz 10 liralık tamak yediği vaxtda 7 liralık tamak yey, 3 lira kap kalsın. Şu bir pulun ticisi, Türkistan için, muş ümmet için, muş din için hizmet kıygan buludu. Ben bundan bir nesli gördüm, hem de kadimlik bir nesli kaysı bir tarihte yazıptı bunu. Bir aynı vaxt ki muş en bir atlık uğruş devirlerine ki bir atlık, mınlığa atlık askerlerine kumalarına gibiyken. Bir atның taqısının boşap ketişige atның taqısıga bir tal mıx sebep olur deydi. Bir tal mıx boşap qap qalsa atның bir atın taqalaymiz ya, atның 4 putuda bunda 200 gramda keldiğen 4 tar töme olur dendi. Hazır bilmeydi onu, cık adamını. Atның taqısı deymiz onu. Bir atның taqısının boşap ketişige kichikkina bir tal 50 kuruşluk bir tal mıh sebep bulundu. Mıh boşap ketkenlikinden atının takısı putuda sangılap kalırdı. Atının ki takısı sangılap kaldığı için at cangda yügürenmeydi. Bu at çıkılganlığı için bu koşunda bir asker yok oldu. Bir askerinin bulmagalık sebebinden bütün bir koşun uğraştı, mağlup oldu. Bütün bir koşunun uğraştı, mağlup olgan sebebinden bütün bir devlet, bütün bir ümmet koldan ketdi degan. Biz vaqtda bizning Uyg'urda bir kitap yazdı. Bizi Çalıtekken Ok deydigan sizlar o'qigan bo'lsa kerak. Çalıtekken Ok. Bir kitap hem de Çalıtekken Ok. O Çalıtekken Ok şu nurg'un ok emas, bital ok demoqchi bu yerda. Kitapning yozishida bital ok demoqchi. Şu bir tal ok bütün bir milletning, bütün bir qavmning G'albi zapirmi shu bir tal o'qqa munosib bo'lib qoladi ba'zi vaqtda. O milletning bütün qirilib ketishimi bir tal o'qqa mansub bo'lib qoladi. Türkiye'nin Çanakkale Savaşı'da aynen. Ya Garip'ten Töter'den korşak o kadar 250 bin, 300 bin'e yakın adam şehit olup mislisiz bir uğruş, açlık, kuralsızlık bu kadar boğal vakti ahire bir Allah'ın yardımı bilen bir kişi bir tal bir ok beşine atkandıkken düşmanın kemisi parçaklanıp Türkiye'nin tarihi da devri bölgesi Osmanlı'nınki 6-7 yıllık seltanetinden en ahirine ucukturup, tuncuktürütüme, bunu mermer denize çöktürütüm deyip kelgen olsa Avrupa düşmanları. Bir pek ok ezgitip, bir pek okulan Türkiye yanıma 70-80 yıl özden bu Türk devletini saklap kaydıklık. Bugün Türkistan'ın koldan gidişi, bugün günde, ya ki Abdülkadir Damalı'nın öldürülüşü, ya ki Abdülsabah Damalı'nın bütünün zincir kişilenip, şıngsek apır birleşi, bu kadar bir işler sebep olgan buluş mümkün hem de. Allah bu kadar İslam, Kur'an'dan ibaret bu hakkını oturumuzu taşlap koyam. Bu dava kılmendeydi bula, bunun kaynak bedel töyleydi. İmtihan bergüçüler biz yani. Biz nait söyleyişimiz gerek bu hayattan. Bir gün Allah bütün
nurg'un davlatlar qo'rqayotgan, hatto butun arablar, butun ajamlar, O'rta Osiyo nurg'un musulmon hammasi qo'lini tutib qabiga qarab qo'rq xizmat qilayotgan Xitoyning oldida. Hiç Abdülkadir Ankan bir kırıkan bir adam, yaşı 60'lardan aşkan, tüzük iktisadım yok, uyudu başka yaşımız yok bir adam. Xitay bu adamdan tahdid çıkartıyor. Demek sen nemin kılışının doğruluğunu, nemin kılışının hatalığını bilemesen düşmanından sonra. Düşmanın karşını yaktırışını halaydıken o senin hatalığın olurdu. Karşını kılışını düşmanın yaktırmaydıken o senin bugünkü talep kıldığı işlem olurdu. Bugünkünde sen üzerinden nemini kılsam doğrudu, nemini kılsam hatalı da petva kesemesen ya bir petva edim tapamazsan Xitay'a karab bak. Xitay senin nemi kılışını yaktırdıken onun hemen terk et. Xitay seninki nemi kılmasını arzu kıldıken hemen becerip onu becerdi icra kıl. O çaktan doğru yolu mangan bulsa. Eğer yol tapamakalım müydem mansı bulur bugün. Hürmetlik televizyon görüşler şuna kılıp ahırda şikayetlerine tekrar rahmet etmem. Programımız müşahede ahırlaştı. Vaktimiz biraz uzarıp gitti ama sabır kılıp körüp belgen Allah için köp rahmet etmemiz. Yeni bir katımlık programımız görüşeceğiz. Cenab-ı Allah tavşırımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.